ba'zi bir aka ukalar keladi bizga. Usta aka, mashinamni urib oldim, iloji boricha tezroq qilib bering. Ota-onam bilmasin, bilib qolsa siqiladi. Onamni sahri bor, otamning yuragi yaxshi emas deydi. Baraka topsin. Va bu insonlarning boshiga qanaqa tashvish tushadimi, qarzga botib ketadimi, ish yurishmay, qanaqa qiynalib qolishidan qat'iy nazar ota-onasiga hech qachon og'irligi tushirmaydi-da. Joni sog' bo'lsin. Lekin ba'zi bir farzandlar bor, 4 ta non ko'tarib oldiga borib, hol-ahvol so'rashning o'rniga dardini aytishni boshlaydi. Ona, ishim bo'lmayapti, pulim yo'q, qiynalyapman, qarzim bor yoki nevaralaringiz kasal deb siqib ketadi. Siz o'ylaysiz, ota-onaga oson deb o'ylaysizmi? Siz o'zingizni yengil qilib ketarsiz dardingizni aytib, lekin ota-onangizni og'ir qilib ketasiz. Ishoning, sahri bo'lsa sahri oshadi. Yuragi bezovta qotgan bo'lsa, yuragi og'rib qoladi. Ota-onangizga dardingizni aytmang. Ona, ota, menda hammasi yaxshi. Zo'r deng, duoni olib keting. Menda hammasi yaxshi. Zo'r deng, duoni olib keting.